Assalomu alaykum. Biz Boyovut tumanidamiz. Yozgi ta'tilni bekor o'tkazmay, bog'da ishlab, mosh ekib, haqiqiy hayot saboqlarini olayotgan Usmonov Ahrorxon bilan tanishtiramiz. Ahrorxon, ham bog'da, ham dalada ishlab charchab qolmayapsizmi? Yo'q, ta'tilni mazmunli va maroqli o'tkazishga harakat qilyapman. Mevalarni parvarishlashda maktabda olgan bilimlaringiz qay darajada yordam beryapti? Maktabda o'rgangan bilimlarimni ustozlar bilan qanday dori berish va parvarish qilish kerakligini o'rganganman. Shu tariqa bog'da ham shu narsalarni amalda sinab ko'ryapman. O'z bog'imizda behi, olxo'ri va olmani ikki xili bor. 1 gektar yerga ekilgan moshdan qancha hosil olishingiz mumkin? 1 tonnaga yaqin hosil olamiz. Mosh urug'ining unib chiqib, to hosil bergunigacha bo'lgan bosqichlarni sanab bera olasizmi? Birinchi bo'lib, o'zi moshga yer tayyorlanadi, yer haydaladi, keyin orqasidan yerni haydalgan joyini tekislash maqsadida mosh tekis chiqish uchun haydaladi. Keyin moshga ekilgandan so'ng unib chiqadi, keyin vaqtida sug'oriladi, keyin o'tlardan zararli o'tlardan tozalanadi va oxirida moshni yig'ib olib kombayndan chiqariladi. Bog'da va dalada kimlar bilan siz ishlaysiz? Bilamizki, siz maktab o'quvchisiz. Asosan akamlar bilan ishlayman. Keyin birgalikda yakshanba kunlari oilaviy kelib, bog'lar aylanib kelamiz. Uyda o'zimizni uy ishlarini qilamiz. Sizga qaysi mevalar bilan ishlash siz uchun zavq bag'ishlaydi? Olma terish. Olma terish. Demak, hosil olish siz uchun yaxshi. Bog'laringizda pishgan mevalarni yig'ib olganingizdan so'ng uni nimaga sarflaysiz? Asosan olma terganimizdan so'ng bozorga olib chiqamiz va uni arzonroq narxlarda optim sotamiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Shifokor bo'lmoqchiman. Shifokor bo'lish uchun nimalar qilyapsiz? O'qiyapman, kimyodan, biologiyadan, demak tabiatdan ko'rayotgan, bog'da ishlayotgan darslarimdan ham bilim olyapman. Ko'rib turganingizdek, haqiqiy bilim faqat kitoblarda emas, hayotning o'zida ham yashirin. Siz ham vaqtingizni qadrlang, chunki bugungi mehnat ertangi muvaffaqiyat.